Hozir uyda o'tirarkanman, Ka'bada o'tgan daqiqalarimni eslasam, yuragim oshiqib ketadi. Farzandlarimga to'lib toshib gapirarkanman, ya Robbil alamin, so'zlarni oz gapirib qo'yyapmanmikin deb turib, o'zim xavotirga tushib qolaman. Ya Rob, Ka'bangni muhabbati shunchalikmi? Habibimni muhabbati shunchalikmi, ya Rob? Har gal sendan so'rang, mana Habibimni tushimda ko'rsat. Rasulimni bir ko'ray, ya Robbim. Hidi shunchalik go'zal bo'lsa, o'zlari qanday ekanlar deyman, ya Rob. Rasulim alayhissalom meni tushimga kirmadi. Yuzlarini ko'rmadim. Lekin ko'rmasam ham yaxshi ko'raman, ya Robbim. Ya Rob, bu gal Habibim alayhissalom haqida hech narsa bilmasdan keldim huzuringga. Va'da beraman, yanagi safar Rasulullohni tanib boraman. Yanagi safar Ka'bangni haqida ma'lumotlarni bilib, senga munosib bo'lib borishga harakat qilaman, ya Robbim. Ya Robbil alamin.